Assalomu alaykum. Ko'pchilik biladi bizni oilaviy nodavlat bog'chamiz. Shunaqa har 2-3 oyda mol so'yib, shunaqa mayda bo'laklarga bo'lib, salafanchiq qilib, morozinik qilib solib qo'yamiz. Ishim mobaynida sizlar bilan hayotimda bo'lgan muhim voqea bilan bo'lishmoqchiman. Bundan ro'parasi 8 yil oldin turmush qurganmiz va Alloh qiz farzand bilan siyladi. Undan keyin yana bitta shirin qizaloqni onasi qildi. Ikkinchi marotaba. Bu vaqt mobaynida ilmga bo'lgan muhabbatimiz oshdi. Men hijobga kirdim. Alloh rozi bo'lsin begimdan ancha-muncha narsani o'rgatib, Rasulullohga bo'lgan mehrimni oshirdilar. Va biz u kishini ko'rmasdan turib oshiq bo'ldik. Va o'g'il ko'rish va ismini Habibimizning ismlarini qo'yishni niyat qildik. Muhammad homilador bo'ldim. Va xo'jayinim ketma-ket 4 juma qo'llarini qornimga qo'yib Allohga va'da berdi. Agarda farzandimizni o'g'il qilib bersang, Rasulimizning ismlarini qo'yamiz deb qattiq xohlab kecha-yu kunduz duo qilib so'radik. Oradan 9 oy o'tib, Alloh bizga Muhammadimizni ato etdi. Endi tinmasdan solih farzand Muhammad qori bo'lishida duodamiz. Iltimos shu joyiga amin deb qo'ying. Men shuni tushunib yetdimki, qanday niyat qilsangiz albatta amalga oshadi. Duoda gap ko'p. Iltimos tinmasdan duo qilib Allohdan so'rang va niyatlaringiz amalga oshadi. Iltimos like va podpiska bosing. Bu menga motivatsiya beradi va hayotimdagi muhim voqealarni siz bilan bo'lishaman. Allohga oson texnikasi albatta bor.